Assalomu alaykum aziz do'stlar, Xabarchi o'z kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Videolarimiz keng tarqalishi uchun video ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Bugungi dasturimizda Sovet askarlariga o'zga sayyoraliklar hujum qilib, ularni toshga aylantirgan AQSh razvedkasi. Batafsil videoda. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Meribey Sovet askarlari noma'lum uchar jismlar tarqatgan nurdan toshga aylanib halok bo'lgani haqidagi hisobotni e'lon qildi. Maxfiylikdan chiqarilgan hujjat boshqarma veb-saytida e'lon qilindi. Xabarga ko'ra 1991-yilda Sovet ittifoqi parchalangani va Mixail Gorbachyov iste'foga chiqqanidan keyin AQSh razvedkasi KGBning ko'plab materiallarini, jumladan Sibirdagi harbiy qismga noma'lum uchar jism hujumi haqida 250 sahifali faylni olgan. Faylda nafaqat hujjatli fotosuratlar va chizmalar, balki voqea guvohlarining ko'rsatmalari ham bo'lgan, jumladan 1989-1990-yillarda Sovet harbiy obyektlaridan biri ustidan likopcha ko'rinishidagi noma'lum uchar jism paydo bo'lgan. Unga yer-havo sinfidagi raketa bilan zarba berilgan. Shundan so'ng obyekt yerga qulab tushgan. Undan go'yoki katta boshli va katta qora ko'zli 5 ta kichik gumanoid chiqqan. Omon qolgan ikki askarning guvohlik berishicha, kelgindilar bir-biriga yaqinlashib oval shaklidagi bir jismga aylangan va u hushtak chalib yorqin oq nur tarata boshlagan. Bir necha soniyadan so'ng u yanada yaqinlashgan va yonib ketgan. Shu payt voqeani kuzatib turgan 23 nafar askar tosh ustunga aylanib qolgan. Faqat ikkita askar tirik qolgan, chunki ular soyada turgan va chaqnashdan ta'sirlanmagan. Hisobotda ta'kidlashicha, noma'lum uchar jism va tosh qotgan askarlar qoldiqlari Moskva yaqinidagi maxfiy ilmiy tadqiqot institutiga olib kelingan. Razvedka vakillarining aytishicha, agar bu ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelsa, hodisa o'ta xavfli holatdir. Sibirdagi hodisa haqida avval hech qanday rasmiy xabar berilmagan. Hisobotda ma'lumot manbai sifatida Ternopol oqshomi gazetasining Kosmik qasos sarlavhasi ostida qayta chop etilgan maqola ko'rsatilgan. Xabarchi o'z kanali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlari shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.